Assalomu alaykum. Mana jarimalar bo'yicha chempion mashinamiz. Общий jarimasi 173 ta bo'lgan. Shundan 74 tasi to'langan, 99 tasi to'lanmagan. Ko'rishingiz mumkin. Mashina sentyabr oyidan beri jarima maydonida yotibdi. Bu yerda hammasi eng asosiysi tezlik bo'lgan. Bu yerda mana 1.700.000, 1.700.000 tezliklar. Nima deyman endi? Shu radar bo'lganda, Silverstone anti-radarlari bo'lganda bunaqa jarimaga tushirmasdi menimcha. Mana ketma-ket 3.60.000 ga ham tushirganlari bor.